ko'ramiz, narmozalarimiz bor bitta. Chiroyli qiziqqanlarga. Mana dahshat. O'ta chiroyli kattalar. Darxan. Ajoyib ekan aka. Yaltiroq qoraligi ham o'ta go'zal qora. Akka. Svetlari ham ajoyib svetlar ekan. Yangi sortlardan. Narmola. Qiziqqanlarga sotiladi. Juda go'zal. Tayyor par. Shozlarga. Kattarda ham mana shunaqa gul-gulga qo'yib, bemalol boqsa bo'ladi va mana shunaqangi chiroyli bolalari ham shuna o'ziga o'xshagan chiroyli chiqadi. Hakka narsa so'ramadik, modani o'yinchoqlarga garantiya berishdi. Qiyoqmikin, yo'qmi shunaqangi bo'ldi. Moda o'ta 100% garantiya berishdi. Narsa so'ramadik, ammo endi bu ham yaxshi bo'lsa kerak, yaxshi berishdi. Egasi yo'q, просто podrobniy so'ramadim. Modasi ham omon ekan vasha. Ajoyib chiroyli ekan. Tayyor par. Mana sizlarga. Mana shunaqa kattalar boqinglar, iloji boricha toza ovqat beringlar. Shu nimalarni ovqatlar toza bo'lsa, yaxshi sifatli taom bersalar, kattalar yaxshi yuraveradi. Kasal bo'lmaydi imkon boricha. Kasallikdan uzoqroq bo'ladi. Endi yana bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Juvonalarda aka-ukalarimiz ostidagi juvona ko'rsataman. Mana bu juvonalarimiz mana hech qanday kasalligi yo'q, sog'lom, yaxshi o'syapti. Xudoga shu ko'z tegmasin. Juda zo'r. Bundan kattalari ham bor. Hozir ko'rsataman. Mana bunaqangi chiqyapti mana juvonalarimiz. Muhimi agar toza ovqat berilsa, men juda ko'p kuzatdim, toza ovqat yesa sog'lom yuraverar ekan mana. Kattalarda aytbedali burishgan, ko'z og'riq bu narsalar yo'q. Xudoga shukr. Ammo dezinfeksiyasini qilish kerak ekan, shu kasalligi mana shu kana chaqishdan ham bo'lib chiqyapti bir xillarda, keyin shu donda sifatsizligidan bo'lib chiqyapti. Iloji boricha doniga ham e'tibor beringlar ko'klarimiz. Aytdi ham bola ochib turish kerak bechoralarimiz mana. O'tta tuxum beshitadi, bittasi palada popkin olib tashladim. 3 ta ochibdi bular. Hozir ochib bo'lsa kerak. Bir kunlik jo'jalari. Mana ko'klarimiz. Yaxshi boqilsa kattalar baribir zo'r nima qilaveradi. Gulbodomimizda yana bitta sherigi bor, o'ziga o'xshagan modasi bor. Uni ham sotiladi, keyin qo'yamiz. Buna qilib 2 ta 3 tadan qo'ysalar ham o'rlari tuxumni boqaveradi. Mana bu yerda ham ochgani bor ekan mana. Qaranglar, mana shularni sog'lig'i ham o'zi ham joyida. Yaxshi mana, sostoyaniysi holati zo'r. Bir ko'z og'rig'i, bu narsalar yo'q mana. Ammo bolani boqib turasa. Onasi. Otasi ham, onasi ham bor. Ehtiyot qilaverasizlar, mana shunaqangi yaxshi kattalarda, sifatli kattalar boqaverasizlar. Ajoyiblardan, bulardan tuxum bor ekan hali. Mana shunaqa kattalar aka-ukalarimiz. Chiroyli katta boqaveringlar. Mana bunaqangi yomg'irdan keyingi holatga natrixlarit bilan Siftroxon qo'shib turib, kattalarga yetkazib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Bu sovuq issiq havoni ko'p joyda kattalar qunishib qolishi yoki uni shamollab qolishi, mana shularni oldini olish maqsadida
o'ziga keltirib qo'yadi ular. Juda yaxshi bo'ladi kattalarning nimasi, sostaniyasiga bo'ladi, o'ziga bo'ladi. Ehtiyot qilib boqaverasizlar, yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Aka-ukalar, kaptar kasalliklari, bir boqish texnologiyasi haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, mabodo yangi boquvchilarimizga bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 91 697 1961. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar, kaptarlarimiz haqida ma'lumot beraveramiz.